Assalomualaikum hurmatli do'stlar. Bugun Kyolen Dom degan nimasi bor, mana shu qasrga o'xshaydi. Xristianlik dinini binosi. Hozirgacha ozroq obzor qilib o'taman. Qo'ldan kelgancha hamma odamlar ko'rib nima qilyapti. 632 yilda bitgan, 6 asr ishlaydi. Lekin ba'zi bir manbalarga qaraganda haligacha davom etadi qurilishi. Rostdan ham hozir ham kelib ko'rsalar, tashqi tomondan hali ham qurish davom etadi. Aslida tilla qasri turibdi. Tilla qabri qasri deyiladi. Tashqi tomondan ham bir obzorni qilib ko'rsataman. Qanaqa sham yoqish narsalar. To'g'ri tushuna olmayman, qiziqa olmayman. Просто sizlarga videoga olib bitta ukam olib keldim. Ko'raman degani uchun. Mashinaga qarayman, fotografiya. Ammo arxitekturasiga tan berish kerak, juda ham boshqacha. Ma'lumot kerak bo'lsa internetdan ham o'qib olasizlar. Qiziqqanlar. Ham yoqib ibodat qilishyapti. Ular katolik bo'ladi. Xristianlikda ham bir nechta turlari bor. Hamma video yoygan, rasm yoygan, rasmga tushgan. Oynalarida bunaqa suratlar bor. To'g'risi bilan ko'rsam yoshligimda ko'rilgan haligi o'ziz kinolar ko'rgandek ko'ryapman. O'sha narsalarga o'xshab shunaqa joylarda sinema qilishadi ko'p. Shapkani kiyib chiqdi. Hatto bosh kiyimni yechib kelishadi. Shuning uchun men ham shapkani kiyib olaman. Tashqari sovuq bo'ladi. Mana manzaradan mahrosalari bor. Odamlar boshqa ko'p. Aytib o'tganmi, hamma rasmga tushgan, rasm yoygan. Tomonlarini ham olib ko'rsatamiz. Kirish mana shu tomon. Hamma yoq shu dom narsalar. Qadarki yo'vosalar bor. Bizdagilar olib kelsa. Bitta rasm albomi 70 euro. Urush paytida ham bo'lgan.
Mana shu paytda bu ham jabirga uchraydi. Tushganda bizdan bombalar bu tomon, yon tomon. Keyin haligi TikTokda narsani bo'lyapti. Sizdirishyapti bayroqni. Mana bu yerda aka chizyapti. Iroq, O'zbekiston yo'q qardoq. Pul bersa chizadi. Ha, bor ekan. Hozir men ham pul tashlab beraman unga. Sizdirishibdi O'zbekistonni. Недавно chizibdi. $80 so'mmi, 90 so'm. Sen tashashibdi. Yevro ham yo'q bu bayroqda. Datishga hozir bu ham ko'rib big'illataylik. Hozir pulni yig'ishtirib ketaylik deyapti, bayroqqa tashlagan. O'zbekda bu biznes хорошо degani. Orqa tomon. Haligi mashhur o'sha ko'prikga ketyapmiz. Lenada bo'yidagi. Voy. Biza chiroyli ham tushmagan ekan. Ha, biz akalar biznes qilyapti. Turk bo'lsa kerak. Bu kalitlar, kalitli qulflar. Qarochisi sevishganlar keladi. Shu qulf nimalarni sotib olishadi. Ismini mana yerda yozib qo'yadi. Qaysiga yozib qo'yadi, keladi-da. Keyin kuluvchini mana shu daryoga tashlab yuborishadi. Chunki shu kaltni hech kim yecholmasin. Kaltni yecholmasdan shu sevgisali buzilmas, ochilib ketmasin degan irim-sirim qilishadi. Mana bu bonni qulf kalt bo'lib yotibdi. Sevgini mustahkamlash. Kemalar bor, mashhur restoranlarda, boshqa qatnaydiganlar ham bor, borib o'qitadi. Amsterdamga pryamoy shetdan kemada ketsa ham bo'ladi. Tikitini olib, bemalol. Yomon so'z. So'rab ko'nglimda yashaydiganlar yaxshi. Hammaga nasib bo'lsin. Inshaalloh shu ziyorat qilib